Bola bugun iftorlayman-da. Nechu? Mashina oldim, yuvamiz bugun. Serios? Tabriklayman jigar. Yaxshi kunlaringga haydagan. Voy, mashina oldingmi? Gap yo'q. Tabriklayman, Abdushek. Bola og'iz ochiladigan vaqtdan olib qo'ygan ekan. Shunda mashinani parkovkadan olib chiqaman, ketamiz. Bo'pti o'rta. Mashina olibdimi? Yaqinda uy ham olaman deyapti. Vashshe-ku, ha bu. Boyda. Shang yuribdi to'g'rida. Yaqinda avtobusga pul topolmasdan yurardi, boru. Mendan so'ra. Hozir birdaniga ko'tarib. Boru bu bola tochni haromdan topyapti. Agar halol bo'lsa-chi, bunaqa birdaniga ko'tarilib ketishi o'zing bilasan, o'rta. Bizlar qachondan beri yuribmiz-da. Men shunaqalarga beraveradi. Ha, shunaqa haloldan ko'tarilish qiyin o'zi. Biz ham qachondir ko'tarilamizmi? Uy, mashina. Mayli, o'rtoq bizga berib qolar. Yani ko'tarilamiz. Hatto o'zimiz harakat qilamiz. Sekin-sekin. Bola ketdi, mashina tayyor, vaqtdan olib qolibdi shu. Odil, mashinani halol pulingga oldingmi, haromgami? O'rganingmi, o'rtoq? Ya, endi aytaman-da. Sal ko'tarilishni boshlaganingdan keyin oldingda shakarlar ko'payishni boshlar ekan. Halol pulga oldi, harom pulga oldi degan narsalarni muhokama qilishni boshlar ekan. Oldingda kulib turishadi, orqangdan g'iybat qilishni boshlar ekan. To'g'rimi, bo'g'o? Bo'pti, mayli, ketdi. Vaqt bo'lib qoldi-da. Boringlar, og'iz ochishga. Ya, ketdi.